odamlarni kasal qilish uchun unga biron bitta narsa qilish kerak emas. Ular ovqat bersa bo'ldi. Kechqurun ovqat bersangiz bo'ldi, odam kasal bo'laveradi. Zahar kechqurun yemang desa ham shu bolalariga ham beradi, ota-onasiga ham beradi. Eng yaxshi ko'rgan odam kechqurun ovqat beradi. Chunki bizni mentalitetimizda, SNG mentalitetida zavtrak yo qiladi, yo qilmaydi, obedga ulguradi, ulgurmaydi, kechqurun ujinda dasturxon oila davrasida oshni, lag'manni yoki boshqa narsani yeyish kerak. 5 barmoq. Shunday. Bularga yemang desa, ularga xuddi boshqacha, lekin ular bilish kerak, zaharligini bilish kerak. Otasiga zahar beryapti, onasiga zahar beryapti, bolasiga zahar, o'ziga zahar beryapti. Kechqurungi ovqat zaharligini hamma tushunish kerak. Xuddi shu, birinchi qoida shu. Bu asosiy hech qayerda buzib bo'lmaydigan qoida bu. Kimdir yeyapti, uni sog'lig'i ketyapti. Buni Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ham isbotlab qo'yibdiki, kechqurun ovqat yeydigan odamlarda insult, infarkt, sahr, davlena eng og'ir kasalliklar o'smalar shunda uchraydi. Ertalabki foydali biladi, ertalab ovqat yeyishmaydi ular. Nimaga kechqurun ertalab ovqat yemaydi desa, ular kechqurungi ovqat ishtahani bo'g'ib tashlagan bo'ladi, endi ovqat yeyishmaydi. Shakar choyni ichsa ichadi, yoki bo'lmasa bir narsa yeydi, bo'lmasa ketib qolishadi. Unda ovqat ye. Eng zo'r ovqat hazm bo'ladigan vaqt 7 dan 5 dan 7 ertalabki vaqt. Shuning uchun aytadiki, ertalabki ovqatni o'zing yegin. Bu eng zo'r foyda. Kechqurun ovqat hazm bo'ladigan vaqt emas, kechqurun zahar tozalanadigan vaqt. Bizning organizm kechqurun zahar tozalashi kerak edi aslida.